Assalomu alaykum hammalaringizga. Yana bir bor 21 aprel 25-yil Zar Villur baxmalimizdan 4 ta 2 metrlik ko'rpachalarimiz, 4 ta yostiqlarimiz tayyor bo'ldi. Yostiqlarimizning ichiga alohida qopi ham bor. Paxtaga tayyor qildim. Mana zamok joylari ko'rishlaringiz mumkin. 05 chaga yurilgan, labluba bezakcha qilingan. Kun tartibiga ishlatish uchun orqayi oldini bir xil. Ko'rpachamiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Bezakchasigacha ko'rsataman. Mana astari. Nasib bo'lsa bularni paxtadan chiqargan holatimni ham sizlarga ko'rsatib boraman. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Kimga shunaqa ko'rpachalar, yostiqlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu zakazimizdan, Zar baxmalimizdan 10 ta ko'rpacha, 10 ta yostig'imiz, 6 ta ko'rpacha, 6 ta yostiqlarimiz ham bor. Hammasi avraslar qilib qo'yilgan. Faqatgina paxtalari solinmagan holi.